mescid o'zgaradi. Ramazonda masjidlarda boshqacha bir manzara shakllanadi. Namoz o'quvchilar, zikr etuvchilar, Qur'on tilovat qiluvchilar bilan masjid jonlanib ketadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ustozlar va qarindoshlar, bugungi Ramazon o'zgarish edur nomli programmamizning 14-halqasi masjid o'zgaradi. Ramazonda masjidlarda boshqacha bir manzara shakllanadi. Namoz o'quvchilar, zikr etuvchilar, Qur'on tilovat qiluvchilar bilan masjid jonlanib ketadi. Masjid degan mu'min musulmonning uyi bo'lib, hech bir mu'min buningdan behojat bo'lolmaydi. İnsan masjidda saflik, samimiylik va saodatning haqiqatini his qiladi. Masjid hissiy va ma'naviy o'zgarishlarni qabul qiladi. Hissiy tarafdan jamoatlar masjidni alohida tozalab, zinnatlab, chiroqlarini tuzashtirib, yangratqullarini o'lchamlashtirib, yiroq yaqindagilarning azan ovozi va tilovat ovozini anglashiga sharoit hozirlaydi. Amaliyotda masjidlarni bak naqqosh qilib zinnatlash sunnatga xilof bo'lsa-mu, lekin jamoat masjidning pokizligi, xushbo'yligi, yorug'ligiga alohida ahamiyat berdi. Bir hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Oxir zamonda keladigan ummat xristian, yahudiylardek masjidlarni bak naqqoshlab zinnatlaydi, ammo masjidni obod qiladigan, namoz va boshqa ibodatlar bilan gullandiradiganlar nayt bek az. Ammo masjidning ma'naviy tarafdan o'zgarishi bo'lsa, inson ko'ngli ko'p vaqtda masjidga moyil bo'ladi. Bo'libmi Ramazon oyiga o'xshash mushundaq fazilatli vaqtlarda boshqacha bo'ladi. Masalan, ikki haram masjidiga nazar soladigan bo'lsak, Ramazonda haram masjidi tavob qiluvchilar, namoz ado qiluvchilar, Qur'on tilovat qiluvchilar va zikr tasbih etuvchilar, shundaqla e'tikof qiluvchilar bilan liq to'shib ketadi. Bundaq muhitda insonda uyda yolg'iz o'tirib qilgan amallari bilan muqaddas o'rinlarda qilgan amallarning lazzati va ma'naviy kuchi o'xshash bo'lmaydi. Hatto odatdagi mahalla masjidlaridami zo'r o'zgarish bo'ladi. Shuning uchun biz yuqorida bayon qilgandek, masjid Ramazonda hissiy va ma'naviy tarafdan o'zgaradi. Kishilar masjidni har ikki tarafdan gullantirdi. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday aytadi: "Innama ya'muru masajidallohi man amana billahi wal yawmil akhir va aqamas salata va ataz zakata va lam yakhsha illalloh fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Allohning masjidlarini faqat Allohga, oxirat kuniga iymon etgan, namoz o'qigan, zakat bergan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan kishilarla obod qiladi. Ya'ni masjidni remonat qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomli namoz o'tash, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Ana shular hidoyat topquchilardan bo'lishi ko'zda tutiladi. Mana bu masjidni yaxshi ko'radigan, gullantiradigan, obod qiladigan kishilarning iymonining sog'lom ekanligiga berilgan Robbani guvohlikdir. Masjidning o'zgarishi bo'lsa, kishilar iymoniy tarafdan va yaxshi ishlarni ro'yobga chiqarish tarafdan jonlanadi. Andin xatolik sodir qilgan, mas'uliyatini to'liq ado qila olmagan kishilar tavba qilib, Allohning tarafiga qaytib masjidga keladi. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innalloha yaghfiruz-zunuba jami'a innahu huval g'afurur rahim." Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandilarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xohlagan odamning jami gunohlarini mag'firat qilguchidir. Shubhisizki, Alloh nihoyat mag'firat qilguchidir va nihoyat mehribondir. Buning bilan masjid kengayib, o'ziga hozir bo'lganlarga go'yoki shunda xitob qiladi: "Nihoyat mehribon, shafqatlik, mag'firat qilguchi, katta ajr savob ato qilguchi, karamlik Robbinglarning tarafiga kelinglar." Sahih hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Bandatda va Shamxutanda masjidga kelgan kishi har qitim shu vaqtlarda masjidga kelsa, Alloh taolo u kishi uchun tushadigan alohida o'rin tayyorlab qo'ydi. Alloh subhanahu va taolo hammalarni Allohning uylari bo'lgan masjidlarni obod qiladigan, gullantiradigan, iymoni
sağlam deb Rabbani guvohlikka erishgan mu'minlarning jumlasidan qilsin. Alloh subhanahu va taolo bo'libmi bu ulug' Ramazon oyining 20 o'tab bo'lgan bu go'zal vaqtlardan oxirgacha bo'lgan vaqtimizni masjidda Allohga ibodat qiladigan, Allohdan xatoliklarimizni kechirim qilishni so'rab yalvaradigan va Allohning Ramazonda mag'firatiga kechirim qilishiga erishgan haqiqiy taqvodor mu'minlardan bo'lishga muyassar qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.